Mestrovka kerak degan akalarimiz bizga juda ko'pchilik chiqadi. Mana bugun biz bir yaqin akamizni ishxonasiga kelgandik. Mestrovka juda ko'pchilik so'raydi. Akamiz nomerini qo'yib ketamiz. Agar Mestrovka kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. 1350 $950 1300 har xil endi ko'raverasizlar. Assortiment keng, har xil o'lchamligi bor, garantiyalik. Xudo xohlasa turetskiy islarmi, Xitoy deysizlarmi, har xil o'lchamligi bor. Mana shunaqa agar Mestrovkalar kerak bo'lsa, nomerlarimizni qoldiramiz. Aloqaga chiqib mutaxassislarimizni, ishchilarimizdan bemalol ma'lumot olishlaring mumkin. Mana hasib deysizlarmi, har xil mana shunga o'xshagan narsalarni bemalol nima qilsa bo'ladi. Mana bu bilsalaring agar sabzini to'g'rab beradigan oshxonalarga juda ko'p kerak bo'ladi. Uy sharoitda palbasa qilaman, qazi qilaman deganlarga ham yetarli o'sha sharoitlar. Mana shu nimalarimiz bor, apparaturalarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Assortiment juda keng. O'zbekistonda eng assortiment ko'p mana shu do'kon bo'ladi. Mana shu zavodda o'zi, xudo xohlasa garantiyali. Mana meshalkalari har xil joyi, nima turli, mana sizlar izlayotgan narsalar bor. Go'sht maydalaydigan, sabzi maydalaydigan, mana piyoz to'g'raydiganlar, go'sht chopadiganlar, uni shlyampalar kiyib olgan akalar. Mana shunaqa narsalar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizlar bilan Xon Plus guruh bo'lyapti. Albatta videolarimiz qiziq bo'layotgan bo'lsa, like bosinglar, o'z fikrlaringizni qoldiringlar. Mana bu pirashka pishiradiganlarga, bozorga, mana shu hozir o'sha gazlayapti, uzib tashlayapti, bozorda gaz mumkin emas, elektrga ishlaydiganlari, mashinalari bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Gazga ishlaydigani bo'lsa ham ishonarlisi.